Bola, hammalarga salom do'stlar. Men ismim Mustafa bola. Bugun sizlar bilan biza уже boshlandimi? Biz qo'rqinchli joy olmoqchi edik. O'sha qo'rqinchli joy boshlandi. Bola, bugun sizlar bilan qo'rqinchli o'yinlarni nechanchi qismida olsanglar ham o'sha qismi chiqadi bola. Qaranglar, bugun biza mana Homer Troll Tower degan o'yinni anaqasini topamiz. Nima edi, sekretlarni, keyin qo'rqinchli joylarni. Qaranglar. Bu yoqda birinchi bo'lib, mana bu yoqdan o'tasiz, oddiy parkour. Mili ko'rinadi, короче, tushundinglar. Lekin bu yoqda mana yozuvni ko'rasizlar. Bu mash begom anaqa yo'q qo'yganda propal. Qarang, ruscha tushunganlar, ruschani biladiganlar biladi bola. Mana bu yoqda VIP turibdi. Hozir VIP nimaga nechasi qilishini ko'rsataman. Mana bu yoqqa kirasizlar. U anta sariq anaqani ko'rasizlarmi? U ana turibdi. Sariq nima edi? Sariq komnatada, короче, birinchi bo'lib biz mana buni olamiz o'zimizga. Qanaqadir qo'l, bu qo'l inventarimizda bo'ladi-ku. Da bola, mana qo'l bizning inventarimizda. Mana qo'lni olamiz. Mana kimman? Mayli. Qaranglar bola. Birinchi bo'lib biz sekretlarni ko'rsatmoqchi edik. Mana buni o'chirib qo'yaylik. Bo'ldi bola. Qaranglar, birinchi sekret mana bu yerda missing propal dot ismi ham yozib qo'yilgan. Mana bu yoqqa kelsanglar. Dor turibdi bola, dor bekor yozib qoldirishmagan. Qarang chatga. Qaranglar chatga dor deb yozsanglar, nima bo'lishini o'zingizlar bila olasizlar. Bola, biz qapasga chidamiz. Hammasi bolalar ana endi shundan boshlanadi. Qaranglar, sizlar oldin mana tirildinglar, to'g'rimi? Mana qilib bo'pti. Mana kulakka orqasini kesinglar bolalar. Nima bo'tganini o'zingizlar tushunib olasizlar. To'xtanglar. Mana pulli dotdim. Ana bolalar. O'zingizlar hamma narsani tushundinglar. Ana endi bolalar, iltimos, like подписка bosib qo'yinglar. U akkaunt o'chira olishim mumkin. Men tajribali qilaman, lekin bolalar mana bola biz bu yoqqa keldi. Qaranglar, ana endi вопрос turibdi. Shuni bosamiz. Hozir nima bo'lishini o'zingizlar ko'rasizlar. Men bitta to'g'ri deb yozganimda hamma to'g'ri deb yozib tashlabdi. Bola ketdi ana. Cho'qramiz, чтобы bizga qiyin bo'lmasligi uchun. Ana endi bitta вопрос biz ham miyamizga keladi. Men qayerdaman degan вопрос. Mana men qop-qorong'ida mana shunday. Men sochim ko'rinyapti. Bumi. Men qayerdaman? Tamam. Yo'qot. Bola, qaysi bir qop-qorong'ida o'tiradigan bo'lsanglar, yaxshiroq. Bola, kimdir krikini eshitdinglarmi? Hech narsaga tushunmayman. Bola, men o'lib qoldim. Nima bo'ldi? Hozir tushunmay qoldim shunda. Voy bola, bu nima bu? Bola, nima bo'ladi agar yana biz o'sha molotga borib tegib ko'rsak? Degan vaprosga kelamiz bola. Qaranglar, agar biz molotga borib tegib ko'rsak, mana bundan o'tib ketaylik, qanaqa qilib. Mana molotga borib tegib ko'rsak, bola, qarang, hozir nima bo'lishini o'zingizlar ko'zinglar bilan ko'ra olasizlar. Mana o'zimning golova seri hamma joy. Mana qaranglar, hozir bu sekin загрузка bo'lyapti. Davolda kutamiz. Like подписка bosib ko'rsat qilsanglar, like подписка bosib qo'yinglar. Men o'zim qo'rqib ketaman, chunki Roblox platformalarida unaqa o'yinlar yo'q edi. Hozir hech narsaga tushunmadim. Yaxshi, hazırlashasan men bilan. Yaxshi turingsan. Maniki короче.
to'g'ri bizani oldimizga hech kim kelmasligi kerak. Bolalar biz o'zimiz yaxshilab borib olishimiz kerak. Mana. Biz endi qanaqadir boshqa joydamiz bolalar. Anuli tiqdi-da ko'zaga borgan joyimiz. Biz qayerdamiz hozir shunda? Kitty yana bor ko'raylik. Skinning bermang iltimos. Skin menga yomon kerak. Senga emasmi? Menga kerak. Kitty bola yana bor ko'ramiz. Balkim hozirgi joy yana paydo bo'lar. Balkim paydo bo'lmaydi. Shuni. Hamma to'g'ri deb yozdi. Bitta men to'g'ri deb yozdim, birinchisi hamma to'g'ri. Bax, yana shu joyda turildi. Umuman. Bolalar men to'g'ri yozganimni qarang, nima bo'lyapti? Hamma joy qizil, meni kallam migat qoldi. Unaqa qilmami nima deb deyapti. Mana qilib borib ko'raylik-chi, yana. Nima bo'lar ekan? Voy, hamma joy seri bo'lyapti endi. Davay ketib borib ko'ramiz farqi bolalar. Yana qaytib boraveramiz bolalar. Chunki bizga agar 5 minut qaytadan borsanglar, bu yerda sekret paydo bo'ladi. Chunki sozdatellar o'yinda mana shunaqa sekret qo'yib yuborgan bitta. Ana. Bizda hozir shu yana anaqa bo'lyapti. Chak, to'xtanglar. Yana shu qolib qolgan joymi? Hech narsa ko'rmayapti. Chuma. Yaxshi turgan invalid qilib qo'yamiz. Bolalar u joyda bizni sekret topolmadik, lekin men kattaligini. U joyda bizni lekin sekret topolmadik, lekin yerda propal begon rosa ko'p turibdi bolalar. Tak, bilmayman nima bunaqalar. Bolalar hozir yana bizni sekret bilamiz. Hozir qaranglar, biz shu yerdan bemalol yuramiz. To'g'rimi? Oddiy parkur deb bilinsa ham bo'ladi. Yuramiz, mazza qilib o'tamiz, короче, parkurdan keyin tushib ketamiz. Da tushunganim. Qanaqadir qilib o'tish kerak. To'xtanglar, ana qori parkur, o'sha parkurda professional meni o'taylik. Jonim. Qaysi birindir? Chuma. Samani men bilan azlashgan. Mamnun qo'y. Bolalar ketdi, endi biz parkurdan o'tishni davom etamiz. O'lmasdan sekin, осторожно o'tamiz. Bizani kimdir kelib o'ldirib. Chuma. Kam. Bo'ldi kimga? Bolalar qaranglar nima bo'ldi? Mana begon degan anaqani topib oldim. Chiqayotganimda ekran seri bo'lib qoldi. Nimadir bo'lyapti. Mana qaranglar voshi. Bosdi. Hech narsaga tushunmayman. Biz yana shu qora joydamizmi? Yozuv. I.D.J.I. balda katanana operasa I. Bolalar buni qatligini ko'ra olamiz. Voy. Taklapni bu. Oxiri bormam lozim. Hozir bittasini ovozini eshitdim. Bu yerda fonar ham yaxshi ko'rinmayapti. Faqat yurayotgan joyni ko'ryapti, pastsi. Qayerga kirib ketyapmi? Voy, ajoyib ekan, mana shuncha chiqqanim ketdim. Nimani bola, sizlar uchun shuni tekshirib ko'rdim bitta. Nimaligini. Bola, prямо hozir
Men qanaqa qilib men просто mana bu yerdan chiqib ketayotdim, kimdir meni almashtirib qo'ydi, skinim menda qolib qoldi. Bilmayman kim meni almashtirgan, shu skinda o'ynaveramiz bolalar. Hop. Shu skin ham menga yoqdi. Qiz bola bo'lsa ham mayli. Qiz bola даже donator skinni, короче, tushundinglar. Borgan sari qiyinlashyapti parkur. Borgan sari qiyinlashyapti. Tak. Bu katta begonchani rasmi, to'g'rimi? Begonni. Bunda biz yo'lni davom etamiz sekin. Bola oxirida bitta sekret bo'lishi ham mumkin. Men bilmayman qanaqa sekretlar bo'ladi. Like podpiska bosib qo'ysanglar, hammasini topamiz bolalar. Qaranglar. Bu yerda mana bunaqa kukla ko'chin nima bu? Nima bu? Просто shu men orqasida yo'q qolmasligi uchun shunaqa o'chishimiz kerak ekan bolalar. O skinni qaranglar. Kim o'ynayman bilmayman, mayli, shu skinni ham o'ynaveramiz. Oh. O'sha tez probats qilyapti. Biz usvet qilishimiz kerak. Bo'ldi, bola usvet qildim. Ana bittasi kelyapti, bola troll qilamiz. Troll qilamiz. Hozir keladi, men buni bitta bosib qo'yamiz. Qiladi ikkita begoncha. Ke, qo'rqma, men ketdim. Ke, o'zing kelur. Bekor kelyapsan. Nima bo'lishini tasavvur ham qilolmayman. Bechara mendan mas'ulum, короче. Bola bu trolli o'yin emas. Bu ana qo'rqinchli videoda bola surdimi tekshiryapti. Biz sudi kelib. Qo'yamiz bola ketdi. O, mana eng qiyin joyi, tak mana. Yo'q bo'ladi bu. Bu qalonlidan sakrash ham mumkin emas. Bola qachon sekret bo'ladi desanglar, bola hozir уже 5 minutdan keyin sekret boshlanadi. Chunki mana yoqda hali sekretning joylari asta ko'p bolalar. Videoni to'xtatib ko'rmasdan qo'ymanglar bolalar. Sekretlar обязательно sizlar uchun bo'ladi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Biz просто hozir oxirgi ozgina aniqroqga chiqishimiz kerak. Tak. Ana topdim bittasini sekin. Hali ancha bor ekan. Mana hozir biz mana turamiz. Begoncha kelyapti. Hozir kesib biz troll qilamiz. Biz xuddi ketdik, короче. Kelyapti sekin. Mayli bola. Bizga plus. Bola biz o'z sekretning joyiga yaqinlashamiz. Ozgina mana qo'yam. Sakrab so'y. Ham havomi? Men skinim qani? Men o'zimniki. Skinim qani? Almashtirib olay, bu skin menga yoqmayapti. O narsalarni oldida qiz bola o'lib yoqqan. Mayli. Sekin chiqib olamiz bolalar. Ana oxiri. Bolalar oxiridan oldinda bitta qanaqadir sekret bor bolalar. Bu sekretni ko'rish uchun demoqchi edim. O'zimmi? Buni qartib qoldim. Mayli, mana olib qo'yaylik, mana olaylik. Mana fioletoviy narsani-da. Bolalar biz o'sha sekret oldiga yaqinlashamiz. Qaranglar. Mana anu joylashdi. Hozir mana shu yerda English yanami. Mayli. Bolalar bizni sekretga keldik. Mana olaverang uyda. Mana biz shuncha chiqdik, bola zo'rg'a talab chiqdim. Bolalar qaranglar, endi biz mana yerdan sekin chiqib o'tib ketayotganda mana buni zamechasi qilamiz. Lekin biz o'tib ketaveramiz. Lekin bolalar qaranglar. Agar bu zonadan chiqsanglar, mana bunaqa joyga sizlar papas qilasizlar. Lekin bolalar qaranglar, agar yurib sizlar mana bunaqa yurib, mana bunaqa svet o'chadi, migaz qiladi, sizlar qo'rqib ketasizlar. Chiqamiz. Bolalar chiqamiz. To'xtanglar,
Bolalar qaranglar, men hozir buni tushundim. Mana bu yerdan ketayotganingizda zina chiqadi. Sizlar tepaga podниматься qilganingizda svetni gaz qiladi. Bu kletkada, tushunganingizdek kletka, ichiga papas qilsalar bo'ladi, hech narsa bo'lmaydi. Lekin bolalar qaranglar, mana bu yerda cash style deb yozilgan. Buni ko'pchiliklar biladi bolalar. Bu o'yin u qayoqda, u anaqada. Bolalar qaranglar, endi ana boyagi molot bilan Play Tower 3. Bolalar bu uchinchisini ham o'ynab ko'ramiz. Uchinchisida ham qo'rqinchli narsalar bo'lishi mumkin bolalar. Bolalar shu bilan bo'ldimas, to'xtanglar, oldin oxiriga chiqib olamiz. Oxirida ham bitta qanaqadir sekretlar bo'lsa, o'shalarni ham tekshiramiz. Agar bo'lmasa, videoni stop qilib, bemalol ana bolalar bo'ldi, videoni stop qilamiz bolalar. Hammaga xayr bolalar, yaxshi o'tiringlar, yaxshi yotib turinglar bolalar. Hammaga xayr.